Akam, to'xtang, buyoqqa keling. Belarusga skidkani qo'ysa nima bo'ladi? Bilmadingizmi? Yangi yil aksiyasi bo'ladi. Xo'p, traktorlarimizga 10 million skidka boshladik. 84 ga birimiz 320 million so'm, 10 million skidka. Balishni mostimiz 355 million so'm, 10 million skidka. 82 oddiy 340 10 million skidka. Hammasiga 10 million skidka. Даже 3 qildirak 365 million so'm, unga ham 10 million skidka. Lekin otang bozor, onang bozor degan. Aka, pulingiz taq bo'ldimi? Bir kunda to'layman dedingizmi? Keling aka, undan ham o'tib chiroyli narx qilib beramiz. Mana bunaqa narxni yana kim bera olar ekan? Keling aka, gaplashamiz. SNS'da barcha filiallarda yangi yil aksiyasi boshlandi. 2025-yil 31-dekabrgacha 100% to'lov qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqa shirin skidkalarda ega bo'lasiz. Xo'p, sizda pulingiz to'liq yetmaydi. Lizing olaman deysizmi? Aka, lizingni ham skidka qilib beramiz. Keling. Ko'z-ko'zga tushganda mehr ortishi mumkin aka. Keling ofislarimizga. Xorazmga ham shu skidka, yo'l xarajatini qo'shmaydi, yana skidka qilib beradi. Даже puli kam bo'lib, lizing olsa ham, to'g'ri 100% emas, lekin skidka qilib berishadi. Hammaga yetadi, traktor Viber bor. Sizlarni bilmadim. Men ketdim. Qayerdan olishdi? Bilasizlar.